Assalomu alaykum. Bugun bizning hamyurtlarimiz orasida AQSh dollarining kursi masalasi yana dolzarb mavzuga aylanib bormoqda. Chunki kundalik hayotimizda dollarning kursiga bog'liqlik juda ham katta bizning hayotimizda. Juda ko'pchiligimiz o'sha yirik xaridlarimizni, mashina olishlarda ham, uy xaridlarimizda ham juda ham yirik boshqa xaridlarimizda dollardan foydalanamiz. Shuning bilan birgalikda qarzlarimiz ham, ya'ni shaxslar orasidagi qarzlar ham, juda ko'pchilik banklardan olingan qarzlar ham Qo'shma Shtatlar dollariga bog'liq. Ya'ni o'sha nominatsiya qilingan valyuta o'sha Qo'shma Shtatlar dollari. Shuning uchun bu kursning tushib yoki pasayishi bu juda ham hammamizni hayotimizga ta'sir qiladigan asosiy bir faktorlardan biri. Shu o'rinda oxirgi oylarda bo'lib o'tayotgan shu holatga bir o'zimni fikrimni bildirmoqchi edim. Orada men bir o'zimni munosabatimni ham bildirgan edim. Bu juda yaxshi emas. Ya'ni kursni bunchalik tebranishi, birinchi o'rinda bunchalik tushib ko'tarilib turishi bu hammamizni qiynab qo'yadi. Bugun tushib boryapti, 20 so'm, 50 so'm, 90 so'm, keyin yana 3-4 kun yana qaytadan ko'tarilyapti. Oddiy odamlarimiz uchun bu juda qiyin nimani savolni qo'ymoqda. Ertaga nima bo'ladi? Kurs qayoqqa qarab yuradi? Shuning uchun ham menimcha tebranishi, buning juda ham ko'p tebranib turishining o'zi xalqimiz uchun, oddiy odamlar uchun, biznesmenlar uchun, hammamiz uchun, ishbilarmonlar uchun ham anchagina qiyinchilik tug'dirmoqda. Shuning uchun ham menimcha o'ylayman, Markaziy bankning buni butunlay erkin qilib qo'yishi menimcha xalqimizni qiynab qo'ymoqda. Bu noto'g'ri siyosat. Menimcha Markaziy bank bu masalada bir boshqa mexanizmlarni yo'lga qo'yish kerak. Undan ham yomoni esa kursning tushib ketishi. Albatta kursning, ya'ni so'mning qadrlanishi, dollarning qadrsizlanishi albatta dollarda qarz olganlar uchun muhim va bu foydaliroq. Ya'ni dollarda olingan qarzlarni qaytarish uchun kamroq so'm kerak bo'ladi. Bu o'sha davlat qarzlarini qaytarish uchun ham, o'sha korporativ yirik korxonalarning olgan qarzlarini qaytarish uchun ham ularga bu qulayroq. Albatta o'sha Markaziy bankning boshlig'i 5 trillion so'm ekonom qilar ekanmiz 2025-yilda dedi. Albatta bu pozitiv. Lekin bu aholimizning juda bir kichik qismiga bo'lgan foydali nima deydi holat. Ya'ni aholining juda katta qismi bundan ko'proq zarar ko'ryapti. Buning asosiy sababini men tushuntirib aytmoqchiman. Tasavvur qiling, o'tgan yili, masalan deylik, noyabr-dekabr oylarida 2024-yilda ikkita korxona bor edi O'zbekistonda. Shuning bittasining nimasi ishlab chiqarish mahsuloti bir xil mahsulot. Bittasi import qiladi, bittasi O'zbekistonda ishlab chiqaradi. O'shani tasavvur qilaylikchi, O'zbekistondagining ham import qilganining ham tan narxi 100 so'm deylik. Endi o'ylab qarang, bir yildan keyin aholi qanaqa holatga keldi. O'sha O'zbekistonda mahsulot ishlab chiqarayotgan ishlab chiqaruvchi ishbilarmon, uning xarajati o'rtacha inflyatsion nimalar bilan o'sdi. Ya'ni o'rtacha inflyatsiya 8% bo'ladigan bo'lsa, uning 100 so'mlik xarajati 108 so'mga chiqdi. Chunki ko'proq oylik berish kerak, elektr energiya ko'proq to'lash kerak, gaz, bu hamma narsa, xizmatlar oshdi. Shuning uchun 108 so'mga chiqdi uning xarajati. Lekin o'sha mahsulotni import qilayotganda xarajati 100 so'mdan 92-93 so'mga tushdi. Nima uchun? Chunki o'sha dollarda olib kelayotgan o'sha qiymatida olib kelyapti. Lekin o'sha dollarni sotib olish uchun u 100 so'mning o'rniga 92 so'm, 93 so'm sarflayapti. Mana shuning uchun ham o'sha import qilayotganda tan narxi 92 so'mga tushdi. Ishlab chiqaruvchining xarajati esa 108 so'mga chiqdi. Ana shuning orqasidan bizning ishlab chiqaruvchilarimizni biz anchagina qiynab qo'yamiz. Shuning uchun ham menimcha o'sha Markaziy bankning 5 trillion so'm ekonom qildik degani iqtisod uchun juda katta, 5 trilliondan ancha necha barabar ko'p zarar olib kelyapti iqtisodimizga. Shuning uchun ham menimcha o'ylayman, bu noto'g'ri siyosat. Bu Markaziy bankning bu siyosatiga menimcha o'sha Xalqaro valyuta fondini may-iyun oylarida bergan menimcha rekomendatsiyasi sabab bo'ldi. Ular so'mni kursini erkin qilib qo'yinglar dedi. Mana shuning oqibatida bo'lyapti shekilli. Bu anchagina noto'g'ri narsa.
Menimcha biz uchun dollarning so'mga nisbatan kursining ko'tarilishi ham tushishi ham kerak emas. Iqtisodimiz uchun barqaror rivojlanish uchun uning stabilligi kerak. Ana shu stabillik bo'ladigan bo'lsa, biz keyingi kun uchun qayg'urmaymiz kurs qayoqqa ketishiga, nima bo'lishiga. Endi shu o'rinda Markaziy bank aytayaptiki, O'zbekistonda oltin narxlarining oshishi yoki oltinni sotishi bu kursga aloqasi yo'q deb. Yo'q, katta aloqasi bor. Bu juda ham menimcha shu Markaziy bankning xodimlarining va bu ana tahlilchilarining menimcha yaxshi qilinmagan analizlaridan, tahlillaridan darak beradi. Chunki siz o'ylab qarang, o'tgan yil o'sha O'zbekistonda fizik oltin ishlab chiqarish 100 tonna atrofida bo'ladigan bo'lsa, bu примерно 10 milliard dollar atrofida kelgan. Bu yil o'sha 100 tonna ishlab chiqarilayotgan oltin 15 milliard dollar atrofida pul olib kelyapti. Qo'shimcha 5 milliard dollar kelyapti. Ya'ni Markaziy bank qo'shimcha 5 milliard dollarlik oltin sotyapti va bu oltin tushgan dollarlarning hammasini bozorda sotyapti. Chunki qaraydigan bo'lsangiz, rezervlarga qaraydigan bo'lsangiz, rezervda oltinning fizik hajmi o'zgarayotgani yo'q ko'p. U deyarli stabil turibdi, o'zgarmayapti. Bu degani rezervlarning o'sishiga asosiy sabab oltinning narxining o'sishi bo'lyapti. Fizik hajmi o'smayapti. Endi valyuta zaxiralarida qaraydigan bo'lsangiz, o'sha valyutaning zaxiraning hajmi ham o'zgarmayapti. Ya'ni bu degani o'sha valyuta zaxiralarining o'sishining asosiy sababi o'sha oltin narxining o'sishi. Bu degani butun oltindan tushayotgan dollarlar ichki bozorda sotilmoqda. Menimcha bu noto'g'ri. Buni menimcha Markaziy bankning asosiy vazifasi hozir shunaqa bo'lishi kerakki, o'sha ortiqcha dollarni, oltindan kelayotgan dollarni sotmaslik, uni ko'proq rezervga yig'ish yoki bo'lmasa boshqa investitsiyalarga sarflash yoki bo'lmasa bozorda mavjud bo'lgan ortiqcha oltinni rezervga olish, sotib olish. Buning oqibatida albatta so'mdagi massa ko'payadi. Buning oqibatida albatta so'mdagi inflyatsiyaning oshish ehtimoli kattaradi, lekin bu hozirgi ahvoldan ko'ra yaxshiroq nima deydi, iqtisodiy holatga olib kelgan bo'lar edi. Endi mana shu xulosalarimizdan keyin dollardan keyingi kurslari qanaqa bo'ladi desangiz, bu to'g'ridan to'g'ri Markaziy bankning siyosatiga bog'liq. Markaziy bank agarda o'sha hozirgi siyosatidan voz kechib, butun valyuta bozoridagi ortiqcha dollarni sotib olib rezervga oladigan bo'lsa yoki bo'lmasa boshqa investitsiya nimalariga yo'naltiradigan bo'lsa, dollarning kursi stabillashib 12,5 ming atrofiga kelib stabillashib to'xtaydi. Lekin agarda buni qilmasa, agarda hozirgi ahvolda uni qo'yib qo'yadigan bo'lsa, ehtimoli borki, ozgina nima bilan dollarning kursi yana ham tushib ketaveradi. Ya'ni so'm qadrlanib boraveradi. Ozgina. Nima uchun? Buning asosiy sabablarini men aytib o'tmoqchiman. Biz mana shu vaqtgacha juda ham bir balansda edik. Valyuta tushumlari va chiqimlarida. Ya'ni bizda shu o'tgan yillarga qarasangiz, 10-12 milliard dollar atrofida savdo defitsiti bor edi. Ya'ni importimiz eksportga qaraganda 10-12 milliard dollar ko'proq edi. Bu qayerdan qoplanayotgan edi? Buni qoplanayotganning 3 ta asosiy nimasi bor edi, manbasi bor edi. Bu albatta migrantlarimizdan kelayotgan pullar. Migrantlarimizdan 15-16 milliard dollar atrofida kelyapti. Lekin buning asosiy plyusi jismoniy shaxslar tomonidan banklarga sotilayotgan va sotib olayotgan orasidagi raznica edi. Ya'ni farq edi. Bu 5-6 milliard dollar atrofida edi. O'sha eksport import orasidagi 11-12 milliard dollarning yarmini o'sha migrantlarimizdan kelayotgan pullar yopib berayotgan edi. Qolgan 1-2 milliard dollarini o'sha davlat tomonidan olinayotgan qarzlar va ulardan qaytarilayotganlar orasidagi farq edi. Ya'ni bir yilda 2-3 milliard dollar qarz olinayotgan bo'lsa, 1-2 milliard dollar qarz to'lanayotgan edi. O'sha yerda ham 1-2 milliard dollar qo'shimcha valyuta ichkariga kirayotgan edi. Eng asosiy punktlaridan biri to'g'ridan-to'g'ri investitsiya edi. To'g'ridan-to'g'ri investitsiya ham 4-5 milliard dollar atrofida o'sha qolgan qismini yopib turgan edi. Ya'ni biz eksport importda 11-12 savdo defitsiti bor edi. Buni migrantlarimiz, olinayotgan tashqi qarzlar va xorijdan kelayotgan investitsiyalar bilan yopib turilgan edi. Qolgan endi hozirgi ahvolimizda
hamma joyda oltindan ko'p pul kelib boshladi. Migrantlar oltindan 5 milliard dollar atrofida ko'proq pul kelib boshladi bu yildan boshlab. Migrantlarimizdan kelayotgan pullar hajmi ham 2-3 milliard dollarga oshyapti bu yil. Eng asosiysi menimcha o'zgarayotgan narsa bu xorijiy investitsiya. Buning hajmi ko'payib ketdi. Bu xorijiy investitsiya kelayotgan investitsiyaning juda anchagina qismi O'zbekiston bozorida sotilib, o'sha qurilish, korxonalar qurish, zavodlar qurish, fabrikalar qurish, ishchilarga oylik to'lash uchun o'shaning katta qismi O'zbekiston bozorida sotilib, u o'sha bozorga ko'proq valyutani kirityapti. Mana shuning oqibatida menimcha bozorimizda ortiqcha dollar valyuta hajmi paydo bo'lgan. Buni chiqarib olishimiz kerak. Agar chiqarib olmaydigan bo'lsak, stabillik buziladi, muvozanat buziladi. Shuning uchun men o'ylaymanki, Markaziy bankning asosiy vazifasi bizga stabillikni, muvozanatni ta'minlab berish kerak. Albatta bu yerda agarda u ortiqcha dollarlarni sotib oladigan bo'lsa, ortiqcha buni dollarni sotib olish uchun pul emissiya qilish kerak bo'ladi. Ya'ni so'm emissiya qilish kerak bo'ladi. So'mni massasi iqtisodda ko'payadi. Lekin bundan qo'rqmasligimiz kerak. Ya'ni bu ortiqchagina 1-2% inflyatsiyani ko'paytirishi mumkin. Lekin bu bizning ortiqcha pul massasining paydo bo'lishi iqtisodimizga ko'proq yordam beradi. Bu banklarda resurslarning paydo bo'lishiga yordam beradi. So'mdagi resurslarni. Aholimizni o'sha ko'proq qarz olish qobiliyatiga yordam beradi. Kredit stavkalarini tushirishga yordam beradi. Agarda inflyatsiyani juda ham yaxshi boshqariladigan bo'lsa. Endi albatta inflyatsiya muammo. Lekin biz o'ynaymanki, biz inflyatsiyani juda ham qattiq tiymasligimiz kerak. Markaziy bank shu yerda xato qilmaslik kerak. Chunki biz rivojlanayotgan mamlakatmiz. Biz agarda inflyatsiyaga juda qattiq beriladigan bo'lsak va inflyatsiyani juda ham tez bosib pasaytirishga harakat qiladigan bo'lsak, iqtisodiy o'sishimiz zarar ko'radi. Bizga iqtisodiy o'sish muhimroq inflyatsiyani juda ham nimaga jilovlab tashlash o'rniga. Shuning uchun mana shu yerda balans qilayotgan vaqtimizda iqtisodni o'sishiga ko'proq qaratishimiz kerak e'tiborni. Inflyatsiyani esa iqtisodiy o'sishimiz ma'lum bir darajaga yetgandan keyin, balkim 10 yillardan keyin, 8-10 yillardan keyin inflyatsiya eng muhim masalaga aylanishi kerak. Lekin hozir iqtisodiy o'sish, yangi ish joylarini yaratish eng katta vazifa bo'lib qolishi kerak. Endi asosiy mana shu xulosa qilib aytadigan bo'lsam, kurs qanaqa bo'ladi? Kurs to'g'ridan-to'g'ri Markaziy bankning siyosatiga bog'liq. Menimcha o'ylaymanki, Markaziy bank, hukumat bu borada hozirgi ahvolni juda yaxshilab tahlil qilib ko'rish kerak va ortiqcha valyuta mablag'larini nimadan chiqarib olishga harakat qilish kerak muomaladan. Omon bo'ling, sog' bo'ling.